Siz uchun tozalikni saqlash nima degani? Bu shunchaki odatmi yoki sog'lom muhitni yaratishmi? Menimcha ko'pchilik unisi ham, bunisi ham deb javob bersa kerak. Ideal brendi siz uchun VC 2005 changyutgichlarini aynan shu vazifalarni oson bajarishingiz uchun ishlab chiqdi. Avvalambor uning tashqi ko'rinishiga alohida e'tibor qaratsak, agarda siz odatiy ko'rimsiz changyutgichlardan charchagan bo'lsangiz, bu changyutgich sizni ko'zingizni quvontirishi aniq. 3 litrlik chang yig'ish hajmi tozalash ishlari uchun yetarlicha katta. Bu degani har safar qopchani tozalashga hojat qolmaydi. Bir necha marta qayta foydalanishning imkoni bor. 2400 vatt quvvat esa bu modelning asosiy ustunliklaridan biri. U yuqori tortish kuchini ta'minlab, hatto chuqur joylashgan chang va kirlarni ham samarali tozalaydi. Ayniqsa gilamlarda bu juda yaxshi bilinadi. HEPA filtr tizimi esa alohida e'tiborga loyiq. U havodagi mayda zarrachalarni ham ushlab qolib, xonadagi havoni ham toza saqlashga yordam beradi. Bu ayniqsa allergiyasi bor insonlar uchun juda ham muhim. Qulaylik masalasiga kelsak, 1,5 metrlik shlang, turi 2 metrlik elektr simi va 8 metr ishlash radiusi sizga katta hududni bir rozetka orqali tozalash imkonini beradi. 360 gradus aylanadigan shlang esa harakatni yanada erkin qiladi. Avtomatik kabel o'rami funksiyasi orqali ish tugagach simni yig'ish oson va tez amalga oshiriladi. Kuchlanish boshqaruvi esa turli yuzalarga mos ravishda quvvatni tanlash imkonini beradi. Shovqin darajasi taxminan 80 desibel. Bu toifadagi changyutgichlar uchun bu juda ham yaxshi ko'rsatkich, ya'ni kuchli ishlashdan birga ortiqcha noqulaylik va shovqin tug'dirmaydi. Qisqacha aytganda, VC 2005 bu kuchli, ishonchli va qulay changyutgich. Uyingizda tozalikni saqlashni Ideal brendi bilan boshlang. Ideal sifat va ishonchlilik kafolati.